Ladies and gentlemen, we the Uyghur people gathering here today sincerely ask President Biden's administration, Congress, and the Senate, along with the United Nations, to legally recognize our country or nations and occupied country. The Chinese also called Xinjiang, means new territory. At the same time, the calls on the human rights violations be seen as a gravest act of violence. This going against the Geneva Conference legally recognized that World War II Holocaust to be last of its kind. Time to act is now. To call China out at its atrocities against the ethnic Uyghurs and other minorities, crime against the humanity and genocide. Thank you very much. Aziz vatandaşlarım, bugün biz Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi'ne vakaleten partimiz kurulgan buldu 3. ayının 7. gününden başlap bugünküce biz bu şu aldığımızda durgan Aksaray'a 5-6 kedim intayin güçlük vatanımızda besilengan zemin deb e'tirof qilish va Xitoylarning xalqimizga elib berayotgan qirg'inchilikni rasmiy shaklda genocide deb bir resolution qonun ma'qullashini iltimos qilib ko'plab petitionlar yo'llagan edik. Natijada Xitoyning bu virusi tufayli amalsizlikdan sirtlarga chiqolmay biz petitionni Aqsaroyga izchil turda yo'llab turdik. 100 minglagan qarindoshlarimizning qimmatli vaqtlarini chiqarib petitionlarimizga ovoz berganligidan intayin so'yindik. Endi hammalar ko'rib turibsizlar, Amerika xalqining maskalarini ep tashib etib, bugun ko'chalarga chiqib, maskasiz holda harakat qiladigan tijoratlar, siyosiy organlar, her xil idari devletler qaytadan etilib, Amerika yana o'rnidan dasturdi. Bu munosabat bilan bugun biz Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi'ne vakaleten Aqsaroyning oldida biz bir yildan buyon yo'llagan petitionimizning haqiqiy amaliy harakatini o'zimizni va o'zimizning yo'lliq va qonunliq talablarimizni o'tirib qo'yib Aqsaroyning oldida turibmiz. Aziz vatandaşlarım, biz yıllardan beri kişilik hukuk, insan hakları desekler Amerika başlık xalqaradagi devletler işlerini içip berdi. Bunun için müstakillik degan shuarni o'tirib qo'ysak, xalqaro bizni qo'llamaydi degan bir xato safsataga izchil ishlab keldik. Ammo men burunmi ishonmagan, hozirmi ishonmayman, buningdagi ishonmayman. Chunki oldimizda turgan bu Aqsaroy Joe Biden'ning ailesi uyi. Takip bu kişi 4 kişi yoki 8 yıl o'rtacha. Shuna bu kişinin uyi meyli shanba olsun, yakshanba olsun, dushanba, seshanba, chorshanba olsun, her daim bunun içinde bizim ahvalimizni kuzatib turadigan Amerika hükümeti ve Joe Biden efendinin administrasyon xodimlari sizlar ko'rayotgan bütün Amerikalik haqqoniyatni, kishilik huquqni himoya qiladigan va so'yadigan hükümetiga haqqoniyat uchun dast turishga chaqiriq qiladigan eng aktiv xalq bilan birlikda bugun biz bu yerda namoyish kuch ko'rsatib turibdik. Aziz vatandaşlarım, bizning partiyamiz esingizlarda bo'lganidek hech kim qilmaganni qilgili va hech kim demaganni degili chiqdik deb qasam bergan edik. Shu prinsip bo'yicha biz namoyish qilgili chiqdik. Aksincha biz Amerika xalqining yordami bilan petitionlarimizga ko'plab yerlik Amerika xalqining imzosini to'plash uchun chiqdik. Men 1996 bir eg'iz inglizcha yo'q vaqtlarda men mushu White House'ga chiqib Uyg'ur radiosini eshitishning muhimligi haqida o'zim petition to'plab biz radioning ishga sababchi bo'lgandik. 2004-yili men Amerikada o'qib, ingliz tilini chiqib, Amerikada qonun maktabida bitirib kelgandim. Dushanbadan jumagacha to'xtamay bir haftadan namoyish etmagan. Men kuch ko'rsatishning haqni so'zlashdan qanchalik bo'yib ekanligini bilaman. Shuning uchun biz bu qitim partiyamizdan bu vatan mening vatanim. Mendan boshqa hech qanday bir kuch, hech qanday bir sinf va hech qanday bir guruhdan hokimiyatlik qilishiga mutlaq ruxsat yo'q degan ideologiyamizni ko'tarib chiqib, Amerika hukumatiga, Joe Biden hukumatiga buni ag'iltiryapmiz. Xudoyim bo'lsa inshaalloh yaqin kelgusida
Amerika hükümeti, US Congress, Senat bular birlikte çokum bir güçlük resolution çıkarıp kanun makıllap Xitayning bu elib kelayotgan irqiy qirg'inchilikni darhol to'xtatishga cho'qim yordam berganligiga va xalqarodagi boshqa davlatlarning keyniga ilib Xitoyga qarshi intayin kuchli iqtisodiy va harbiy qarshilik ko'rsatish cheksiz shug'ulimiz yo'q. Buning uchun biz ittifoqlashishimiz lozim. Buning uchun biz tirishishimiz lozim. Dunyodagi barliq tashkilotlar, barliq shaxslar, barliq aktivlar birlikda bizning partiyamizning texnik kuchayishi uchun partiya a'zolarimizning sonining hozir 10 ming, 100 ming, 1 million yetishi bilan texnik kuchayib, xalqimizga umid, dushmanimizga va tajovuzchi Xitoy hokimiyatiga bir zo'ravonlik, bir qo'rqinish etmoqchimiz. Biz oldi bilan vatanimizning besilingan zimin ekanligini ifodalab bo'lgandan keyin, qonun chiqargandan keyin, xuddi 60-yillarda Tibetlarning armiyasini Amerika hükümeti terbiyelaganga o'xshash, cho'qim Amerikada bizning askarimizni quramiz va ularni qurollantiramiz. Dunyodagi boshqa bir din yoki irqqa qarshi turmay, haqiqiy tajovuzchi xalqaro qonunlarga xilof holda vatanimiz tuproqqa tajovuz qilib kelgan Xitoy ko'chmanlari va Xitoy hokimiyatini tamoman qo'llab chiqarish uchun turgan armiyamiz, ofitser maktablarimiz va askarlarimiz cho'qim xalqaro qonunning himoyasiga erishdi va erishishi shart. Onun için aldı bilen en mühim bo'lgan bir qadam biz vatanimizning besilingan zemin ekanligini Amerika hükümetinden tasdiqlashni qo'lga keltirmemiz lazım. Bu tamamen mümkün. Aziz vatandaşlarım, Tibetni besilingan zemin degan bu karar Kongressga kirib, hatta Kongressdan o'tib, sanatdan o'tolmay qolgan. Endi navbat bizga keldi. Aldı bilen Amerika hükümeti cho'qim bizning vatanimizning besilingan zemin ekanligini e'tirof qilishga biz bütün vücudumuzdan kuchaymiz. Bugün Aksarayga 20-30 kadem yendi turibdidan ki kishini ola keynimizga 10 minglab, 100 minglab, millionlab partiya a'zolarimizni qatqanchig'imizda biz xalqaroning qo'llashi, Aksarayning ishxonimi bizning mustaqillik, zimin, haq talab davomimiz uchun ijodiz bor. Hech shubhalar bo'lmasin. Birleşken Devletler Teşkilatı, Amerika hükümeti ve dünyadaki demokratik devletler ile birlikte çoğun biz askerimizni kurup Xitoyga qaqshatib zarba beramiz. Onun için ben bir yere çıkıp Uyg'uriston Cumhuriyetler Partisi vakalta so'zlayapman. Aziz vatandaşlarım, partimiz ko'plab a'zo bo'lib kirish orqali partimizning a'zolari sonini 10 mingga, 100 mingga, millionga yetkazish bilan shu orqali iqtisodiy jihatdan, jismoniy jihatdan va barliq bizning vatanimizni ozod qilish kerak bo'lgan har qanday kuchlarni o'zimiz hal qilishimiz lozim. Biz o'tirib chiqib kurash qilmasak, biz o'zimizdan inqilob qilib qon to'kishdan voz kechmaydiganligimizni xalqaro ifodalasak, hech qanday bir davlat özünün tatlıq balları bilen çıkıp biz için inqilab qilib kan tökmeydi o. Biz tökmemiz lazım bu kanını. Eğer biz tökmesek bizden ballarımız tökmese bizden nevlerimiz töküşü mecbur bu kanını. Onun için biz oldu bilen Uygur milleti biz xalqaro siyasetlerini düşünüdüğün intayin ahlaklık, medeniyetlik, cesur millet ekanligimizni anlatış için biz bugün White House'dan aldırıp turuptuk. İlgili ben sözlügen nutuklarımda Amerika hükümetinin CIA'nınki Uygurlarga bergen bahası da Uygur milleti intayin mehmandoz, nakşı usulü amırak, isil bir halk ama çoğun işlerde işiniz ki bulmaydı deydiğen bu White House yeni Aksaray'a kirgen bu karşını özgürtüş için çıktık. Uygurlarga işiniz ki buludu. Bunlara yardım versek, bunlar kolu koralayıp, kan töküşten, can verişten voz geçmeydi dediğen bir hakikat ne anlatmalı çıktık. Şunun için barlık partiye azaları, partiye rehberleri ve barlık vatandaşlarımın köplep partiyemizge a'zo bo'lib kirish orqali bizning bu partiyamizdan bu vatan mening vatanim. Mende başka hech qanday bir kuch, hech qanday bir sinf ve hech qanday bir guruhning hukmronlik qilishiga mutlaq ruxsat yo'q deydigan bundaq güzel ve güçlük, intayin jasoratli bo'lgan nizomnomamiz ve prinsipimiz, ideologiyamizning orqasida chiq turishingizlarni chin qalbimdan iltimos qilaman. Hammalarga yana shuni eslatib o'tayki, bizning davlatimizni Amerika hükümeti cho'qim biz o'ylangan zaminda e'tirof qildi. Chunki Amerika hükümeti o'z vaqtida 13 shtatning birlashishi bilan mustaqilligini jakalagan bir necha kun burun Angliya xonligi o'limga hukm qilgan bir yurish qaroqchilar tomonidan qurilgan davlat. Biz ota-bobomizdan elmisaqdan tatib o'zimizga tava bo'lgan ona tuprog'imiz, ona zaminimiz ve devletimizin mustaqilligini asliga keltirish uchun biz devletimizni besilingan zaminda e'tirof qilishni yo'lliq talab o'tirib qo'yib chiqdik. Ishini ala vatandaşlarım, yaqin kelgusida Amerika hükümeti chiqib, cho'qim xuddi Trump hükümetining sekretari Pompeo efendim ve bu qattiq Biden hükümetinin sekretarisi o'tirib chiqib Anthony Blinken efendim bu Xitoylarning bu hareketini
ırkıy qirg'inchilik deb oshkora o'tirib qo'ydi. Ammo bu rasmiy bir resolution, bir qonun bo'lib, Birleşken Devletler Teşkilatı ve dünyadaki Kanada'ya o'xshash aktiv birkaç devletlerin keyine gelip resmi şekilde bir resolution çıkarıp Çıkkı dünya uruşa, yani Geneva Convention'da oturup koyulgan bunda qirg'inchiliklarning qayta yuzlanmasligining oldini olamiz degan prinsiplar bo'yicha Xitoyga qarshi iqtisodiy va harbiy kuch ko'rsatishni chin ko'nglimizdan iltimos qilamiz. Shu munosabat bilan hammangizlarga Allohning go'zal salomlari olsun. Allah bundaki işlerimiz yar ve yardımcımız olsun. Köpçülük rahmet.